juda ham ko'pchilik sonli prop kompaniyalarda qanaqa hisoblar borligi haqida informatsiyaga ega emas. Men hozir sizlarga prop kompaniyalarda qanaqa hisoblar borligi haqida informatsiya berib o'taman. 90% prop kompaniyalarda asosan 3 ta hisob mavjud. Bir bosqichli, ikki bosqichli va instant tayyor hisoblar mavjud bo'ladi. Bir bosqichli prop hisoblarning asosiy qoidasi sizga talab qo'yiladi. 10% yoki 9% siz prop kompaniyaga foyda qilib berishingiz kerak va bir bosqichli prop hisoblarda kunlik va maksimal yo'qotish cheklovi kichkina bo'ladi. Misol uchun ko'pchilik prop kompaniyalarda, ya'ni bir hisob bor prop kompaniyalarda kunlik yo'qotish 3%, maksimal yo'qotish 5% bo'ladi. Ikki bosqichli prop hisoblar eng mashhuri va yaxshisi deb hisoblayman shaxsan o'zim. Chunki ikki bosqichli prop hisoblarda kunlik yo'qotish 5% bo'ladi, maksimal yo'qotish 10% bo'ladi. Ya'ni procenti katta va sizga qo'yilayotgan talab ham yaxshi. Ya'ni birinchi bosqichda siz 8% foyda qilishingiz kerak, ikkinchi bosqichda siz 5% foyda qilsangiz, keyin sizga fond hisob beriladi. Va fond bosqichda ham kunlik yo'qotish va maksimal yo'qotish cheklovi saqlanib qoladi. Uchinchi turdagi prop hisoblar instant, ya'ni tayyor, ilhomdan o'tilgan prop hisoblar hisoblanadi. Instant hisoblarda siz sirazi sotib olasiz va sizga fond hisob beriladi. Lekin minus tomonlari shundaki, instant hisoblarda kunlik yo'qotish va maksimal yo'qotish juda ham kichkina bo'ladi. Asosan 3ga 5 bo'ladi. Lekin plyus tomoni sizga sirazi tayyor fond berilishi. Qoidalarga keladigan bo'lsak, instant hisoblarda qoidalar bir bosqichli va ikki bosqichliga nisbatan qiyinroq hisoblanadi. Chunki prop kompaniya sizga sirazi tayyor real hisob beryaptimi, qonun qoidalarini qiyinroq qo'yadi. Sizlar qaysi bosqichli prop hisoblarda ishlashni afzal ko'rasizlar? Izohlarda yozib qoldiring.